Hozir ham shunday. Mana Şabyorimizni haydovchini achchig'i kelib ketchigilik olib turmunda qarab turib gaz sekin to'q. U ashulachi pashlashmas ekan deyamish. Assalomu alaykum aziz shirin so'z, shirin kuy, shirin nazm, shirin she'r va qo'shiqning ajoyib muxlislari. Bugun biz sizlarga yangi bir dasturni kulgu kuyga bag'ishlangan inson ruhiyatiga ajoyib lazzat beruvchi shirin dasturni boshlash arafasidamiz. Sizlarga ma'lumki, azaldan ahli vodiy dilkash, kulgusevar xalq bo'lgan. 4 kishi to'plandi deguncha askiya latifa aytib sharaxlab kulishgan. Hozir ham shunday. Mana bu kulgu, bu kuy yaxshilikning, yaxshi hayotning alomatidir. Shukrkim, yaxshi davron, yaxshi zamondir bu kun. Yomonlar hayrondir, yaxshilar omondir bu kun. Navbatni bir qo'shiq tarixiy sahifasiga berishdan avval men dastavval bu studiyaga tashrif buyurgan ajoyib dilkash odamlar bilan xushsurat, xushsuxon do'stlarimiz bilan tanishtirib o'tishni lozim deb bilaman. Viloyatimizning Paxtaobod tumanidan bir guruh san'atkorlar, ijodkorlar tashrif buyurgan. Ma'lumki, viloyatimizning bu tumani adabiyotda ham, san'atda ham o'ziga xos mavqega, salohiyatga ega bo'lgan tumanlardan. Habibiy domla rahmatlik boshlab bergan adabiy guring hali hamon davom etmoqda. Marhum san'atkor O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Yunusqori Yusufov boshlab bergan san'atkorlar guringi mana bir guruh bugun shu davrada tashrif buyurib o'tirishdi. Men mamnuniyat bilan bir chekkadan tanishtirib o'tishni boshlayman. Birinchi Abdurasul aka Siddiqov. Ko'p yillardan beri ter to'kib ham askiyachilik san'atida, ham hofizlik san'atida ajoyib xonishlar qilib, muxlislaring dilini xushnud qilib kelayotgan akaxonlarimizdan bittasi. Adhamjon aka Yunusov. Bu zot o'zining dilbar qo'shiqlari bilan barcha muxlislarimizni xushnud qilib kelayotgan ustoz Yunusqori Yusufovning shogirdlaridan yana bittasi. Bu yerda Husanboy aka Yo'ldoshev o'tiribdilar. Ajoyib kulgusevar akalarimizdan bittasi. O'ktamjon aka To'xtaboyev. Askiyachilik maktabini rahmatli Maqsum akalarning davrasida yurib, ajoyib pishib, yetilib, topqir so'zlari bilan juda ko'pchilikni qumg'onday sharaxlatib kelayotgan akalarimizdan bittasi. Ravshanbek aka Qosimov. Bu inson ham mana shu davraning faol ishtirokchilaridan bittasi. Ilg'orjon Yusufov marhamat o'zining lobar qo'shiqlari bilan, dilbar qo'shiqlari bilan xushnud kelayotgan ko'rganlarimiz. Va nihoyat Nodirbek Usmonov mana shu ustozlarning orqasidan o'zining shogirdlik vazifasini o'tab o'rganib kelayotgan akalarimizdan bittasi. Va men bu yerda mamnuniyat bilan bir narsaga to'xtalishni xohlayman. Askiyachilik, qiziqchilik san'atni salaflari bor. Bu zotlar o'sha
Yusufjon qiziq Shakarjonov, Sulaymon Buqoq, butun vodiy ahliga tanish bo'lgan bu zotlar tanimagan inson yo'q. Mana andijonlik Abdulxayr Mahsum, Hasanboy aka, uning bir qancha shogirdlari bu salafni og'ir yukni yelkasiga ko'tarib kelayotgan insonlar. Endi shular qatoridan shu zotlarning muqaddas yo'lini tutib, mahkam tutib, xalqimizga milliy, chiroyli, ushoq latifalarni mukammal darajada ijro etib kelayotgan, hozirda biz ustoz deb e'tirof etadigan bir zot bor. Bu zot studiyamizga tashrif buyurishdan yil avval ertalab men piyolaga qarasam, piyoladagi choyda shama yurib qoldi. Hovliga chiqsam, hovlida ikkita musicha don talashyapti. Osmonga qarasam, daraxtda hakka sayrayapti. Bugun bir ajoyib ulug' inson keladi deb xayol surgan edim. Hayolim haqiqatga aylanib, bugun davramizga fayz qo'shib Abdurahmon aka Sidiqov tashrif buyurib keldi. Marhamat, yonimda o'tirgan inson xodimlaringizga Hasanat aka. Xush kelibsiz aka. Sobir Abdullo so'zi, Yunus Qori Yusupov musiqasi, Davron taronasi. Bir hovuch pokizatib rog'iy vatan zardur menga. Bir hovuch pokizatib rog'iy vatan zardur menga. Mayda mayda toshlaring qiymatda gavhardir menga. Mayda mayda toshlaring qiymatda gavhardir menga. Kechalar o'ltir sani ijod ustida mash'al yoqib yorim, diyorim tunlari kundek munavvardir Kur diyorim tunlari kundek munavvardir Bu qo'shiqni ustoz katta muhabbat bilan yaratgan ekanlar. Afsuski o'zlariga ijro qilish nasib etmadi. Bu so'nggi armonni bugun shogirdi va farzandi ro'yobga chiqardilar. Mehnatimdan baxtiyorman, tinch faravon ro'zgor. Istagimdan istagim ortiq muyassardir menga. O'z qo'limda gul ekib qilgan chaman zorim bilan qurib o'sgan atir gullar muattardir menga. Bar qurib o'sgan atir gullar muattardir menga. Vatan xushbara o'lkamga quvansam arziga ko'kragi bo'yi baland tog'lar musahhardir menga. Muhayyab davr
devranlik bu ziyodatdir sabir baxtdil bardir bu saodatdir sabir baxtdil bardir Abdurasul aka, eshitishimga qaraganda usta shogird Toshkentga bir sayohat qilgan ekansizlar. Shu ana bu mashhur Toshkentga sayohat spektakliga o'xshab ketmaganmish qilib? Ajoyib bu ishlar bo'lgan. Marhamat. Habibiy domlanikida bir kun tunaganmiz, ajoyib ishlar bo'lgan. Qo'shiqlarni yozishga borganmiz ustoz bilan Yunus qori akam bilan. Borganimizda Habibiy domla aytdilarki, "Boravering, Sofiya Buxarayeva degan opa bor, yozib olasiz" dedi. Bordik, radio komitetda yozib oldi qo'shiqlarimizni. Ustozi juda chiroyli qo'shiqlarni yozib bo'lgandan keyin uzashib ketdik, soat 4 bo'lib qoldi. 3:30 edi, shunday Rasuljon chiqaylik, ketaylik, endi domlanikiga boraylik dedi. Shunday radio komitetdan shunday chiqib tursak, radio uydan. Bu katta mashinada ketmayman, bitta taksi ushagin dedi. Xo'p dedim. Qarasam bir chiroyli taksi kelyapti-da. Gaz 21 taksi. Shu 50-55 dagi odamlar haydab kelyapti, odam kelyapti shofirimiz. Shu to'xtatdi, keyin chiqib oldik. Chiqib o'tirishimiz bilan birga 50 metr yurgan paytda biroq Mashal radio kanalidan ustozni Ushchoq qo'shig'ini qo'yishvardi. Endi qo'yishyapti ekan, biz ham ko'ksdan ochilib qoldi, shu bilan eshitib ketyotgandik. Ustozdan keyin sekin haligi odamcha, hali panat ashadiy muxlis ekan qora akamga maza qilib ketyotdi. Qora akam aytmadim deb ayttirib to'xtab turgin dedi. Bunday qarab turib, "Aka, bu kim aytayotgan?" dedi. Dedi, shofirmida orqasiga qarab, "Aka, tanimaysizmi? Ha, bu Yunus qori Yusuf bo'ladi anjarlik. Ammo ushshonni teshib qo'yganlar" dedi. Shu iskiribgani ham yetib qo'yganlar bu odamni dedi. Shu bilan keyin biz usta ekanmiz kuldi, usta keyin sekin, bu dedi, bu bitta esi yo'q, ko'r odam bu dedi. Jo'da hali shofirni, shofyorimizni haydovchini achchig'i kelib ketishlik, olayib turib bunday qarab turib, gazni sekin to'xtatib, chekiga olib turib, mashina sekin eshikni ochib, bunday qarab, ijomga qilib, "Tushyap" deb qoldi. Endi qarsallaringiz ostida navbatni Abdurahmon akamga beramiz. Marhamat. Abdurahmon aka, bu Ushchoq latifalar nihoyatda sizda mukammallik darajasini kasb etadi. Shu aytingchi, bu latifalarni kashf qilishda ko'proq ehtirosning xizmati ko'proqmi yoki aqlning mahsulimi bu? Nima deb o'ylaysiz? Aka, bunda ikkalasi ham bor. Qo'shiqchilik san'ati juda qiyin narsa-da. Ayniqsa mana hozir zamonamiz o'zgarib, yoshlarimiz boshqa yo'llarga o'tib ketishyapti, lekin yomon yo'l emas, talashyapti. Hammasi joyida bo'ladi. Fonogramma degan narsadan ko'proq foydalanyapti hozir. Bu ham sekin-sekin yo'q bo'ladi. Ustozlar o'rganishadi, to'g'rimi? Lekin jonli qo'shiq aytish juda qiyin narsa. Uni oson tutmaslik kerak. Bir hofiz to'yga borganmishda, torni qo'liga olib, shu ashlat tursa, shu yarmiga borganda, shu ashlarni so'z esishib qolibdi-da. Hech esi kelmasmishda. Nima ekan? Sekin dorachini oldiga borib, "Hey, ashlarni so'z esidan chiqib qoldi, so'zi nima edi?" "Men bilmayman" debdi. G'ichachidan so'rabdi, "Hey, ashlarni so'zi nima edi?" U ham bilmayman debdi. Obbodimdek qarasa, bitta udarning ichiga o'tirib olib, ko'zni yumib, rasm belni cho'layapmishda. Shu bola so'z cho'layapti. Shu biladi-yu. Sekin oldiga borib, "Hey, ashlarning so'zi esidan chiqib qoldi, so'zi nima edi?" Udarning ichiga bunday qarab, "Qaysi ashlan?" deymish. Bir xonadonga sovchi kelganmish bitta qizga,
Keyin o'sha qizi darasi bu kuyov bola nima ish qilar ekan? Sen kuyov bola ashlachi debdi. Jiya, men ashlachiga umuman qiz bermayman debdi. Sen endi qizni ham ko'ngli bor ekan deng o'sha yigitda. Keyin qiz onasini chaqirib, "Onajon, u dadamga tushuntirib qo'ying. U bola yaxshi bola. Juda ajoyib yigit. Ishonmasa bugun mana o qo'shni qishloqqa to'yga keladi" debdi. Borib ko'rsin debdi. Bir ko'raychi deb boribdi. Borib qaytib kelib, xotin chaqirib, "Ey qara, men roziman. Qizimni o'shanga beraveraman" debdi. "Jiya, ha men ashlachiga qiz bermayman dedingiz-ku. Sen borib ko'rdim. U ashlachi pashlachi emas ekan" deyamish. Endi shunaqalar ham bo'ladi-da. Hozir yoshlarimiz, mana keksalar bor, yoshi kattalar bor, hammalarning farzandlarimiz bor. Hali o'zi yolg'iz yashashni yaxshi ko'radi-da. Ota-onasiz yashasak zo'r yashaymiz o'ylaydi-da. Bitasini uyini boshqa qilib chiqarib qo'yibdi. Endi kelin xursandmish, zo'r bo'ldi, endi maza yashaymiz deb o'ylaganda o'zicha. Keyin xo'jani ishdan kelgan xo'jay mana o'zimiz yaxshi bo'lib qoldik. Endi o'zimiz yashaymiz, zo'r bo'ldi. Bugun nima ovqat qilib beray debdi. Sa bugun osh qilgan debdi. Osh qilganimish. Osh qilsa, hali sho'lab qilganmish. Ertasini xo'jay bugun nima ovqat qilib beray? Sen kecha osh yedik debdi. Bugun sho'lab qo'yaver debdi. Siz sho'la qilsa, masa bo'lib qolganmish-da. 3-kuni bugun nima ovqat qilib beray? Desa, yo'q. Oldin ovqatni pishirgan, nomini keyin qo'yamiz degan. Haqiqatda hayotda atarsa chiqaveradi. Bir odamni juda xotinni yaxshi ko'rar ekan. Endi xotin sal bemor yotib qolibdi, ko'para yotan ekan deng. Endi xotiniga rahmi kelib, o'tirib olib, tashqariga chiqib, cho'kalab olib, Xudoga nola qilib, Xudodan so'rayapmish: "Ey Xudoyim, ha men yaxshi ko'rgan odamni shunchalik qiynaysanmi? Joni qiynalib ketdi uni debdi. Ha senga jon kerak bo'lsa, mana meni jonimni olgin debdi." Deb Xudoga nola qilib tursa deng, shu payt bitta qo'shinning ovozi bo'shalib ketib, boshiga bitta paqir kelib qopti. Shu qo'shniga kirib qopti-da. Haligini ko'rib, "Iya, bu Azral darov kelibdi shekilli" debdi. U turishi g'alati-da. Dara kelib qoldi deb o'ylab, "Keldingizmi?" debdi. "Kiravering, kasal ichkarida" deyamish. Bor bo'linglar. Aka, iloyim bugun mana boshlanishi, har bir ishni boshlanishi qiyin bo'ladi. Ko'rsatuvga omad tilaymiz. Sog' bo'linglar. Rahmat aka. Navbat sal qolishiga sal qoldi sahifasi. Bunda biz bir ajoyib shoirni taklif qilgan edik. Men to'g'risi uncha uni tanimayman. Ana o'zlari ham kelib qolyapti shekilli. Keling. Mehmon kelavering, keling. Ehtiyot bo'lib. Qarsaklaringlar ostida men ham hozir tanishaman. Xush kelibsiz mehmon. Ma'zur tutasiz, men sizni tanimayroq turibman. Tushunmadim. Kechirasiz, men ham o'tirib olay. Aka, bu mo'ylovon panogramma edi ekanda, ha? Shoir Nordoniy bo'laman. Aka, bizni ko'rsatuvimiz so'zning shirini deb nomlanadi. Bu yerda nordon so'zga joy yo'q lekin. Lekin she'rlarimning mag'zi shirin. Yo'q, biray. Qani bo'lmasa, boshlangchi. Eshitinglar va xulosa qilinglar. Vodiy bo'ylab sayohat turkumidan. Barcha she'rlarim hayotiy voqealar asosida yozilgan. Avtobusda bir qiz menga yoqib ketdi. Yaxshimisiz desam, birdan qo'rqib ketdi. O'y, xayolim olma terib qolganmikan? Shu yerda haligi xayollarim olma teradi. Ha, ana shunday holat. O'y, xayolim olma terib qolganmikan? Bir kusovur cho'ntagimni qoqib ketdi.
Yomon ish bo'libdi-da, chata bo'libdi-da, xafa bo'lmang. Keyingi she'rni o'qing. Ikkinchi she'r adabiyot namoyandalarining xalqaro tentaksoy formida ko'lmakdagi it baliq mukofotiga sazovor bo'lgan. Kechirasiz, it baliq deysizmi? Oltin baliq emasmi? Yo'q, it baliq. Nodir mukofot ekan-a. Marhamat. She'rning nomi Baqaterak. Baqaterak. Boshlang. 5 yil avval ekkan edim baqaterak. Hali hamon hosilidan yo'qdir darak. Qarang. Yana 1 yil kutsam kutdim, yo tavakkal. Naq tagidan kessam kerak. Saratonda. Shart. Yashang. Yangi she'r. Bu she'rim o'ta jiddiy. Ya'ni yangi yo'nalishda yozilgan. Avangardizm she'r. Abstrakt she'r. Abstrakt. Mavhum she'r. Mavhum. Shoirlikni qismat deb bilgan ijodkorlar manifesti. Manifest deng. Boshlang. Oshqovoq. Kechirasiz. She'rning nomi oshqovoq. Yo, baribir oshqovoq mavhumlik kasb etmayapti. Aniq narsa-ku. Siz avval she'rni eshiting. Oshqovoq. Oshqovoqman, oshqovoq. Qismatim bo'ldi chatoq. Yurak bag'rim qirdilar. Monti bo'ldim bir tovoq. Bechora. Bir tovoqqina bo'ldingiz xolosmi? Bu nimasi mavhum? Shoir nordoniy. Oshqovoq, monti qosqovon, bir tovoq, monti. Konkret narsalar-ku. Oshqovoq monti yeganmisiz o'zi? Oshqovoq monti, nordon ham emas, u shirin narsa. Xo'p, mana bu oshqovoqning mazasida bo'ladi, to'g'rimi? Montining mazasi. Bo'ldi, tushunarli. She'rning maqumligi ham ana o'shanda. Ta'mida deng, ha. Rahmat. Quyidagi she'rimni Nobel mukofotiga tavsiya qilishgan edi. Nobel mukofotiga? Salomat, qani. Lekin men rad etdim. Ofarin. Nobel mukofotini-ya? Nobel kim-u, men kimman? Poeziyaga e'tiqod mana shunday bo'lish kerak. To'g'ri, Nobel po'latlar, temirlar, zavodlar magnati. Poeziya boshqa demoqchisizda, ha? Poeziya boshqa. Bu so'nggi she'rimni iste'dodsiz yosh shoirlarga dakki tariqasida yozganman. Dakki. Ha, demak, dakki. Fikr quruq. Ibratli gap yo'q. Ijtimoiy aytarli daf yo'q. Ikki usul yaktona she'rda shoir do'stim ko'rdingiz qayerda? Ana? She'rlaringiz barchasi chala. Chala. Hakkam dukkam ko'chatdek ola. Dehqon degan egat oralab, ko'chat ekar urug' saralab. Shoirlik bu murakkab kasb. Har kimga ham bo'lmaydi nasib. Bilasizmi G'ofur G'ulom so'zini? Taniysizmi uni o'zini? Nima kerak shoirlik uchun va ko'tarar she'riyat kuchin. Xullas do'stim, izlaning. Lahim go'shtday bir oz tuzlaning. Massa kirsa bir kun albatta shoir bo'lasiz, dumbasi katta. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
nafasingizdan rahmatli Ergash Karimovni taqlid qilayotganga o'xshaysiz yoki mana bu shoirimizga munaqqidona munosabat bildirmoqchimisiz? Shu shoiringiz menga juda ham yoqdi-da. Yashang. She'rni yana mana bunday qilib aytsa ham bo'laveradi. Qarang. Yangi ma'shularimdan biri. To'xta Parizod. Qo'yningdagi nima? Parizod qo'yindagimi? Meni ham o'ylagin-da. Ertangi kun meni g'amga soladi. Ko'ksimda barmatoqa kuyib yonadi. Ayting alkashimmi kimi qoladi? Sizni ham unutsak, Vinaxon xola. Ayting alkashimmi kimi qoladi? Sizni ham unutsak, Arag'voy tog'a. Rahmat. Salomat bo'lsinlar. Ismim Isojon, familiyam Ergashev. Taxallusim aroq emas. Albatta. Yana bir mashg'imiz bor edi, shuni tomoshabinlar e'tiboriga havola qilsam maylimi? Mayli. Bu she'rim Dilpuzga bag'ishlanadi. Dilpuz, sochlaringni jamalak qil. Bellaringni kamalak qil. Dilpuzlar ko'pmi? Lablaringni sumalak qil. Begonalarni yoningga yo'latma. Meni qizlarga yaratma. Rahmat. Shoir Nordoniy she'rni mana buna qilib o'xshatadi. Ana. Abdurasul aka, Labbay. men sizni o'xshatdim aka. Nimaga o'xshatdingiz? Futbol maydonida to'pni tepolmasdan yiqilib tushgan futbolchiga o'xshatdim. Futbolchiga o'xshasam nima qilardingiz? Zabtim bilan yugurib borib ustingizdan oshib o'tib ketardim-da aka. O'htamjon. Labbay Abdurasul aka. Men sizni o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Gol urgan futbolchiga o'xshatdim. Gol urgan futbolchi bo'lsa nima qilardingiz? Rasa 10 tamiz yerga bosib olasiz, tabriklardik. Salomat bo'ling Abdurasul aka. Labbay. Men sizni futbolchini futbolkasiga o'xshatdim. Futbolkasi bo'lsam nima qilardingiz? Agar futbolchini futbolkasi bo'lsangiz, varatarga kiyizib qo'yib, orqasiga bir qildirib qo'yardim. Sajon, men sizni o'xshatdim. Stadionda yangi chiqqan bir maysaga o'xshatdim. Maysa bo'lsa nima qilardingiz? Xo'p. Maysa sizmi? Men aliga turistishdan butsanikiga olib rosa bosib yurardim. Men ham sizni o'xshatdim aka. Futbolkaga o'xshatdim. 9 raqami bor futbolkaga o'xshatdim. Yugurganda shunday shamolda hilpirab ketyapsiz. Yugurmasin deb shunday shortni ichiga tiqib qo'yardim. O'htamjon. Labbay. Men sizni o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Darvozani to'riga o'xshatdim. Darvozani to'g'ri bo'lsa nima qilardingiz? Men hali qanot hakam bo'lib olib, laysmen bo'lib olib, Salomat bo'ling. tanapisda birov teshib qo'ymadiganda tayoq ko'tarib ko'rardim. Rahmat Abdurasul aka. Labbay. Men ham sizni o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Darvozabonga o'xshatdim. Darvoza bo'lsam nima bo'lardingiz? 11 metrdan penaltini sekin tepib o'z qo'lingizga ushatib qo'yardim. Topdi. Topdi. O'htamjon. Labbay usta. Men ham sizni naq darvozabonga o'xshatdim. Naq darvoza bo'lsa nima qilardingiz? 11 metrlik tabiatni siz bir yoqqa yoqdingizmi, orqasiga solib yuboradi. Abdurasul tog'a, Labbay. men ham sizni darvozabonga o'xshatdim. Darvozabon bo'lsam nima qilardingiz? Penaltini sizni chopga yotkizib turib 10 tomonga solardim-da. Nodirbek. Labbay. Men sizni o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz aka? Futbolchilarni futbol to'piga o'xshatdim. Futbol to'pi bo'lsam nima qilardingiz aka? Ovorasa damlar edim. 11 ta odamga qo'yib berib rosa teptirardim. O'htamjon. Labbay usta. Men sizni o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Xuddi o'zida aytgan futbol to'piga o'xshatdim. Salomat bo'ling. Futbol to'p bo'lsa nima qilardingiz? Balandroq uchun deb tayizga rasa tepardim. Abdurasul aka. Labbay. Men ham sizni futbol to'piga o'xshatdim. O'xshasam nima bo'lardingiz?
Futbolda qo'li bilan o'ynash mumkin emas. Mumkin Men emas. qitmalik qilib uzoqdan tepib qo'liga ushlatib qo'yardim. O'ktamjon, Labba usta. men sizni o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Stadionga kirib ketayotganda turgan nazoratchiga o'xshatdim. Salomat bo'ling, nazoratchi bo'lsa nima qilardingiz? Biz jurnalistlar doim ruxsatnomamiz bo'lardi-da. Salomat bo'ling. Indamay ko'rsatib kirib ketaveradi. Rahmat, salomat bo'ling. Salomat bo'lsinlar, rahmat ustozlar. Azizlar, endi bir dilbar qo'shiq eshitish oldidan men sizlarga ajoyib tuyg'ular, nekbin tuyg'ular paydo qiladigan bir hikoyani aytib berishni joiz deb bildim. Bu hikoya o'ylaymanki sizlarda nekbin tuyg'ular paydo qiladi. Ta'bir joiz bo'lsa, hozirda qizil kitobga yozilayotgan tuyg'ularni yana bir marta eslaysizlar. Bolalik bu tuyg'ularning eng beg'ubor damlari. Men o'shanda yo 4 yo 5-sinfda o'qirdim. Uyimiz maktabning yolginasida edi. Katta tanaffuslarda yugurib uyga kirib, bir to'rg'am non, choy olib chiqib ketardim. Kattakon momom rahmatli aytgan ekkan olma bo'lardi. Yugurib kirganimda yerda katta bir chiroyli olma yotar edi. Shu olmani shunday olib, og'zimga shunday solaman degan paytim, hovlidan anorning ichidan dadamning yo'talgan ovozi eshitilib qoldi. Olmani ko'targancha dadamga berish ilinjida hovliga yugurib ketdim. Borsam dadam ketmonni shunday yonlariga qo'yib, anorga suv ochayotgan ekan. Dadajon, mana bu olmani siz yeng dedim. Dadam qo'limdan olib, "Ay, yo'q, o'g'lim, o'zing yever" dedi. "Yo'q, yo'q, dada, siz yeng" dedim. "Hop, bu seni" dedi, olmani bir tishladi. O'sha olmani ta'mini dadam emas, men tuydim o'sha lahzada. Yugurganimcha orqamga qaytdim va devordan shunday darvozadan chiqib ketayotganimda o'sha olmaning bir shoxi devorning bu tomonida ko'chadan o'tganlar uchun ekilganligi to'kilib turardi. Katta bir olma top etib tushdi. Qo'rqib, hayratlanib ham ketdim. Olmani darhol shunday oldim-da, yana dadamga berishim kerak deb o'yladim va olmani olib yana anarzorning ichiga yugurib ketdim. Borsam dadam olmani yeb o'tiribdi. "Dadajon, mana bu olma qarang, undan ham shirin. May buni yeng" dedim. Shunda dadam, "Yo'q o'g'lim, bu olma endi senga tushdi" deb aytdi. "Qani yechi" dedi. Men olmani katta bir tishladim. Qars degan ovoz chiqdi va bu olmaning ta'mini men aniq bilaman. Dadam rahmatlik tuydi. Mana bu hikoyadan keyin endi ajoyib bir dilbar qo'shiq eshitish hammaning ham xohishi bo'lsa kerak. Bu yerda ustoz Adaham aka Yunusov o'tiribdilar. U kishi "Du torim" degan bir qo'shiqni ijro etib beradilar. Bu qo'shiqni ko'p eshitgansizlar, lekin yana bir marta eshitsangiz hech ziyon qilmaysiz. Kuyladilkash, kuyladilkash dutorim. Kuyladilkash, kuyladilkash dutorim. Xumorim yoz, xumorim yoz, xumorim. Qalb sadosi bo'lib yangrab, qo'limda yor aylanay. Tila boram olsin sevikli yorim. Qalb sadosi bo'lib yangrab, qo'limda yor aylanay. Tila boram olsin sevikli yorim.
Gamım bul uyku kelmez keçeler İntizarlıyık daptar aşkın keçeler Har perdede vısal çağın yakınıt yar yakınıt Esletir yar hürle yürgen keçeler Esletir yar hürle yürgen keçeler Kalp sadası bulup yangrab kolunda yar aylanay Tingle baram olsun sevgili yarım Dertkeşim ol başın basıp kösme Yar kelgende chetda qolib o'sma Yar ketganda qo'lga olsam o'rtanib yar o'rtanib Dilkashim bul nazlanıp sen yok deme Dilkashim bul nazlanıp sen yok deme Kalp sadası bulup yangrab kolumda yar aylanay Tingle baram olsun sevgili yarım Ana azizlarim, qo'shiqning shirini mana bunday bo'ladi. Kuyning sehri so'z bilan, so'zning sehri esa til bilan, tilning sehri esa dil bilan bog'langanda mana shunday ko'pchilikka manzur bo'ladigan qo'shiq paydo bo'ladi. O'ylaymanki, bugungi dasturimiz ham sizlarga manzur bo'lgan. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikr va mulohazalaringizni albatta befarq bo'lmasdan jo'natasiz degan umiddaman. Manzilimiz sizlarga ayon. Vodiy sadosi yoshlar teleradio kompaniyasi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ko'rishguncha.